Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Parrandachilik sohasida yaxshi daromad qilaman degan akalarimiz uchun yaxshi biznes taklifni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda mana 500 bosh Big 6 kurkalari bor ekan. Mana 2,5 oylik hisoblanadi. Hozirgi holatda oldi 10 kiloni tashkil qilar ekan. Mana sog'lom holatda emlashlarigacha qilingan akalar. Olib, boqib, katta qilib sotaman desanglar, buni misol katta qilib sotgan taqdiringlarda ko'p videolarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. 30-35 kilogacha vazn qiladi. Katta kurka bo'lib ketadigan sortidan akalar. Mana sizlarga ichkari taraflarini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Mana turishiga o'zingizlar bitta baho beringlar. Xudo xolasa hammasi sog'lom holatda emlashlarigacha qilingan. Yemlariga e'tibor beradigan bo'lsak, o'zini ratsionidagi toza yemlardan berishar ekan. Mana hozir ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Qochib turingchi. Mana akalar. Ko'rishimiz mumkin. Sog'lom holatda yemlar bilan boqilar ekan. Yoshini aytib o'tib ketdik, 2,5 oyga to'lgan holatda jo'ja bular hali. Agar boqib foydalanaman deydiganlar bo'lsa, donasini 500 mingdan chiqarib berishar ekan. Agar ko'proq olaman deydiganlar bo'lsa, oz-moz yo'lini qilib tushirib berishadi. Mana akalar. Kataklari ham toza holatda, mana taylarida apilka deymizmi, sholini kepagi deymizmi, mana uchinchi holatda toza. Ya'ni musur bo'lib, har xil hasharotlar bosmagan, kasallik ham kelib chiqmaydigan holatda akalar. Albatta videoga like bosib, xuddi shunaqa biznesga qiziqadigan yaqininglarga ulashib qo'yishni unutmanglar akalar. Sizlarga maksimal ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Bu taraflarga ham yurib ko'rsatib beramiz. Aybga buyurmaysizlar, ozgina kech qoldik. Lekin kech bo'lishiga qaramasdan sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilyapmiz akalar. Mana. Bu ikkinchi katak. Bu yerdan tuynik orqali nari katakka o'tib olsa ham bo'lar ekan. Bu taraflarda mana jo'jalarimiz deyarli katta kichikligi bir xil ekan. Ovqatlanishiga e'tibor beramiz. Sortini yana eslatib o'tamiz. Big 6 jo'jalari 2,5 oylik ekan. Yana narxini eslatamiz. Donasini 500 ming so'mdan chiqarib beradi. Agar ko'proq olib foydalanaman yoki boqaman, daromad qilaman degan akalarimiz bo'lsa, xudo xolasa bu akalarimiz ham mardga mard narxidan tushib berishadi. Agar ko'proq olganlarga. Manzilini eslatib qo'yamiz. Andijon viloyati Shahrixon tumani Do'lan qishlog'ida joylashgan. Bo'ldi-da endi, meni cho'qirmagin. Uni qaranglar akalar. Nima odamdan qo'rqmas ekan, kelib bemalol hamma yo'g'ingizga cho'qalab ketar ekan. Albatta like bosib ketinglar akalar. Bu videomiz maksimal xuddi shunaqa jaydari biznesga qiziqib yurgan akalarimizga yetib borish uchun albatta sizlarning like'lar biz uchun muhim bo'ladi akalar. Polvonlar. Akalar, agar ma'lumotda kamchilik va xatolikka yo'l qo'ygan bo'lsak, aybga buyurmaysizlar. Mana buni boqqan do'stimizning nomerini qo'yib ketamiz. Telefon qilib to'liq ma'lumotga ega bo'lsanglar bo'ladi. Dastavka xizmatlari bormi? Dastavkasi? Dastavkasi ko'p olsanglar qilib berar ekan. Agar vodiy bo'ylab qayergacha? Dastavkamiz. Hamma joyga dastavkasi bor ekan. Ko'p olganga qilib beramiz deyapti. Endi u yog'ini o'zingizlar telefon orqali kelishib olsanglar bo'ladi akalar. Gap yo'q lekin. To'g'risi boshim aylanib ketdi. Ko'p ekan haqiqatan. 500 bosh dediz-a buni? 500 bosh ekan mana. Mana akalar, bu tarafi yana bir qator ko'rsatamiz.